Hoy, buvi, to'xtang. Qayoqqa buncha shoshib? Bu yer sizga choyxona emaski, xohlagan paytingiz kirib kelaversangiz. Surxondaryoning jazirama quyoshi ostida, Lochin maxsus harbiy brigadasining bahaybat temir darvozasi oldida bu sozlar xuddi qamchidek jarangladi. Darvozani qo'riqlayotgan ikki askardan biri, yelkalari kerilgan, yuzidan takabburlik ufurib turgan serjant Ganiyev yo'lni to'sdi. Uning yonidagi yoshgina askar, Ortikov, indamay yerga qarab turardi. Darvoza oldida to'xtagan ayol 70 dan oshgan Oysha buvi edi. Uning yuzini quyoshda kuygan ajinlar qoplagan, ammo ko'zlarida hamon uchqun bor edi. Qo'lida eski, ammo toza oq dasturxonga o'ralgan tugunni mahkam ushlab olgandi. Tugun ichidan yangi uzilgan non va endigina damlangan oshning xushbo'y hidi anqirdi. Voy bolam! Men nabiramni ko'rgani keluvdim. Rustamjonni. Shu yerda xizmat qiladi. 6 oy bo'ldiki, bir ogiz telefon qilmadi. Xavotir oldim, bolam, biror korxol bo'ldimikan deb. Oysha buvining ovozi titrab chiqdi. U bu yerga Termiz yaqinidagi olis tog'li hududga yetib kelish uchun tong sahardan yo'lga chiqqan, necha soatlab chang-to'zonli yo'llarda avtobus kutib, azobda kelgandi. Ganiyev istehzoli kuldi. Ro'yxat daftarini varaqlagandek bo'ldi-yu, bepisandlik bilan yopdi. Ro'yxatda yo'q ekansiz, bu. Uchrashuvga oldindan yozilmaganmisiz? Sizning nabirangiz bilan oldindan kelishilganmi? Uning gap ohangida zarracha hurmat sezilmasdi. U uchun qarshisida turgan bu kampir, o'zining eski kiyimlari va qo'lidagi tuguni bilan shunchaki bir bezovta qiluvchi, ortiqcha tashvish edi. Kelishish. Qanday kelishaman, bolam? Telefon qilsa ekan kelishardim. Balki biror gap bo'lgandir. Iltimos, bir ogiz chaqirib beringlar. Shuni bir ko'ray, ko'nglim joyiga tushsin. Sizga aytdim-ku, mumkin emas. Ganiyevning ovozi balandladi. Harbiy qism bu sizga o'yinchoqmaski, xohlagan odam kirib chiqaversa. Qonun qoida bor. Oldindan kelishilmagan bo'lsa, uchrashuv yo'q. Qayting, keting. Shu payt Ganiyevning ko'zi kampirning qo'lidagi tugunga tushdi. Uning yuzi battar tirishdi. Iye, bu nima, oshpov olib kelganmisiz? Hozirgi zamonda kim shunaqa narsalarni ko'tarib yuribdi? Armiya o'zgargan, bu. Bu yerdagi askarlarning qorni to'q. Sizning bu oshingizga qarab qolgan joyi yo'q. So'ng u yanada pastkashlik qildi. Ha, aytdi. Rustam. Esladim. Haligi anavi latta onasining bolasi bor-ku. O'shami? Har ishni eplolmaydigan, doim ortda qoladigan. Shunaqa ogilni deb shuncha yo'l bosib keldingizmi? Attang sizga. Latta. Bu so'z Oysha buvining yuragiga xanjar bo'lib sanchildi. Uning ko'zlari kattalashdi. Nima? Nima deding? Mening nabiram haqida gapiryapsanmi? Ganiyev xuddi bir spektakl qo'yayotgandek zavqlanardi. U yonidagi yosh askar Ortikovning yelkasiga qo'lini tashlab masxara qilishda davom etdi. Bilmasmidingiz, bu. Sizning nabirangiz bu yerda ancha mashhur. O'zining eplosizligi bilan. Har kuni komandirlardan gap eshitadi, tengdoshlari uning ustidan kuladi. Shunaqa bechorani deb ovora bo'lib kelibsiz-da. Boring, qayting. Buni olib borib o'zingiz yeng. Ganiyev cho'ntagidan bir nechta gijimlangan 1000 so'mlik pullarni chiqarib, kampirning dasturxoni ustiga mensimay tashladi. Mana. Yo'lkirangizga ishlatarsiz. Yana bizni bezovta qilib yurmang. Bu shunchaki haqorat emasdi. Bu inson sha'nini yerga urish edi. Ortikov bu holatdan uyalib yuzini burdi, ammo qo'rqqanidan churq etolmadi. Ayni shu lahzada Oysha buvining egilgan qaddi birdan tiklandi. Umr bo'yi qiyinchilikda toblangan, ammo hech qachon sinmagan qo'llari bilan u pullarni nafrat bilan chetga surib tashladi. Uning ko'zlarida endi iltijo emas, gazab alanga oldi. U sekin, ammo qat'iyat bilan ko'kragiga yashirilgan eski, charm muqovali hamyonini oldi. Hamyon ichidan u sargayib ketgan, ammo butun bir tarixni o'zida saqlagan hujjatni chiqardi. Bu oddiy pasport emasdi. Ganiyevning ko'zlari olayib ketdi. Bu nima o'zi? Kampir uzatgan hujjat oddiy guvohnoma emasdi. Bu Afg'oniston urushi faxriysi guvohnomasi edi. Unda aloqa qo'shinlari,
Maxsus guruh degan yozuv aniq-tiniq ko'rinib turardi. Ammo ularning hayrati tezda masxaraga aylandi. Ha. Bu nima endi? Qayerdan topdingiz buni? Hozir bunaqa narsalarni ham yasab sotishyaptimi? Ayol kishi. Urushda. Esingiz joyidami o'zi? Ganiyev qotib kulardi. U uchun armiya tarixi, jasorat bular faqat erkaklarga tegishli tushunchalar edi. Qarshisida turgan bu kichkina, ozgin kampir uning uchun shunchaki aqlini yo'qotgan bir mo'ysafid edi. Nopoklar. Oysha buvining ovozidan sovuq bir gazab taraldi. Bu endi nabirasini ko'rolmagani uchun xafalik yoki kamsitilgani uchun alam emasdi. Bu o'z jonini tikib himoya qilgan vatan, u mansub bo'lgan armiya sha'ni toptalganiga nisbatan muqaddas bir gazab edi. Oysha buvi ular bilan ortiq bahslashib o'tirmadi. Buning o'rniga u qo'ynidan eski tugmachalari ochib ketgan bir Nokia telefonini chiqardi. Bu telefon zamonaviy smartfonlar oldida bir muzey eksponatidek ko'rinardi. Kampir titrayotgan, ammo odatlangan barmoqlari bilan bir raqamini uzoq bosdi. 2 marta gudok ketmasidan go'shakning narigi tomonidan salobatli, jiddiy ovoz eshitildi. Labbay. Oysha buvi bir lahza chuqur nafas oldi. So'ng 40 yillik vaqtni ortga qaytarib, yosh, g'ayratli aloqachi qiz ovozda, past, ammo qat'iy ohangda dedi. Menman. Termiz. Go'shakning narigi tomonida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi binosidagi keng kabinetda o'tirgan general Qodirov o'z quloqiga ishonmadi. Butun mamlakat qurolli kuchlarining eng yuqori rahbari bo'lgan unga menman deb murojaat qila oladigan birorta ham odam yo'q edi. Lekin u bu ovozni tanidi. Bu afsonalardagina eshitgani, yoshligida o'zining hayotini saqlab qolgan o'sha Oysha opasining ovozi edi. Vazir o'rnidan sapchib turdi. Uning yuzidagi rang ochib, o'rnini qat'iyat egalladi. Opa, qayerdasiz? Hozir o'zim yetib boraman. Shart emas. Lochin brigadasining darvozasi oldidaman. Yarim soat ichida qo'lingdagi barcha vakolatni ishga solib, bu yerdagi vaziyatni aniqla va chora ko'r. Va nabiram askar Rustam. Unga nima bo'lganini bil. Telefon ochdi. Ganiyev va Ortikov kampirning spektakli tugagach yana qahqaha otib kulishdi. Voy, bu artist ekansiz-ku. Mudofaa vaziri. Endigi safar prezidentga telefon qilasiz shekilli, deb masxara qilishdi. Ammo ularning kulgisi uzoqqa cho'zilmasligini o'zlari bilmasdi. Oradan ropparosa 20 daqiqa o'tdi. Butun Termiz atrofi ostin-ustun bo'lib ketdi. Jimjit turgan harbiy qism osmonida birdan Mi-8 vertolyotlarning quloqlarini qomatga keltiruvchi gumburlashi eshitildi. Qora rangdagi hukumatga tegishli 3 ta vertolyot vahima solib, brigadaning saf tortish maydoniga qo'nishni boshladi. Shu bilan bir vaqtda qism darvozasiga Mudofaa vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunuvchi bo'linmalarning qora rangli xizmat mashinalari chang-to'zon ko'tarib yelib kelardi. Nazorat o'tkazish punktidagi telefon jinnidek jiringlay boshladi. Nima gap o'zi? Nima bo'lyapti? Vaziyatni aniqlash uchun yugurib chiqqan navbatchi ofitserning rangi oqarib ketgandi. Go'shakdan brigada komandirining vahimali va gazabnok hayqirigi eshitilardi. Ey ahmoqlar! Hozir darvoza oldida kim turibdi? Vazirning shaxsan o'zlari kelyaptilar. Yuqoridan xabar keldi, darvoza oldida juda muhim mehmonni haqorat qilishibdi. Tamom bo'ldilaring senlar, tamom. Ganiyev va Ortikov turgan joyida tosh qotdi. O'zlari masxara qilgan, haqoratlab, ustiga pul otgan bu kichkina, qarimsiq kampir haqiqatdan ham mudofaa vazirini chaqirganiga aql bovar qilmasdi. Ularning ko'z o'ngida bir necha daqiqa oldin aqlini yo'qotgan kampir deb o'ylagan Oysha buvi eski Nokia telefonini sekin cho'ntagiga solib qo'ydi. U 40 yil avval Afg'onistonning o'tli-olovli daralarida aloqani ta'minlagan yosh aloqachi qizning nigohi bilan ularga tikilib turardi. Termizning salqin shamoli endi qonli tozalashning boshlanishi kabi dahshatli eshitilardi. Butun Lochin brigadasi, butun O'zbekiston Mudofaa vazirligi bir kampirning telefon qo'ng'irogidan larzaga kelayotgan edi. Lochin brigadasining saf maydoniga qo'ngan 3 ta harbiy vertolyotdan tushgan odamlar serjant Ganiyev va askar Ortikovning eng dahshatli tushlarida ham ko'rmagan shaxslar edi.
Birinchi bo'lib maxsus operatsiyalar kuchlari qo'mondoni afsonaviy general-mayor Azimov ko'rindi. Uning yonidan qo'mondon o'rinbosari va boshqa bir necha generallar, polkovniklar tushib kelardi. Ularning qat'iy yuz ifodalari va yelkasidagi yirik yulduzlar butun harbiy qismga olim jimjitligini olib kirdi. Xuddi urush boshlangandek, Mudofaa vazirligi tergov boshqarmasi va harbiy kontrrazvedkaning qora mashinalari, vertolyotlar shamoli tinmasdan turib, darvozaga yetib keldi. Nazorat punktiga birinchi bo'lib yugurib kelgan brigada komandiri polkovnik Qosimov edi. U o'zining tasarrufidagi hududda sodir bo'lgan bu aqlga sigmas voqeadan esankirab qolgandi. Vertolyotdan tushgan general-mayor Azimov unga qiyo ham boqmay, to'g'ri darvoza tomon yurganini ko'rib, u o'zining harbiy faoliyati bugun tugaganini ich-ichidan his qildi. O'rtoq general-mayor, bu yerlarda nima qilib? Polkovnik Qosimov jur'at etib gap boshlagan edi. General Azimov uni yelka bilan turtib otib, to'g'ri darvoza tomon yurdi. Nazorat punkti oldida yolg'iz o'zi viqor bilan turgan Oysha buvini ko'rgan zahoti, butun maxsus kuchlarga qo'mondonlik qiladigan general Azimovning ko'zlari ishonchsizlikdan kattalashib ketdi. U bir lahza to'xtab, ko'zlarini ishqadi. So'ng ortidagilarni to'xtatib, bir ozi kampir tomon jadal yurib bordi. Uning qadamlari kampirning ro'parasida to'xtadi. General-mayor Azimov qaddini 90 daraja egib ta'zim qildi. So'ng jarangdor ovozda baqirdi. Assalomu alaykum, Oysha opa. General-mayor Azimov. 40 yildan so'ng siz bilan ko'rishib turganimdan baxtiyorman. Bu yer yorilib, osmon qulaydigan lahza edi. Opal degan murojaat. O'zbekiston armiyasining tirik afsonasi general-mayor Azimov oddiy, eski kiyimdagi bir kampirga opal deb harbiycha salom berib turardi. Bu manzarani ko'rgan barcha Lochin brigadasi harbiylari og'zini ochgancha qotib qolishdi. Ganiyev va Ortikovning yuzida rang qolmagan, u oqarib, kokimtir tusga kirgandi. Oyoqlari bo'shashib, shu yerda yiqilib tushiga bir bahya qoldi. Ular bir necha daqiqa oldin aqlini yo'qotgan kampir, soxta faxriy deb haqorat qilgan odam, general-mayorning o'zi kelib ta'zim qiladigan afsonaviy shaxs ekanligini endi anglashdi. Bu haqiqat emasdek tuyulardi. Miyalari ishlashdan to'xtab qolgandek edi. Oysha bu vazmin nigoh bilan general Azimovga qaradi. Omonmisiz, general? Manzillarga yaxshi yetib keldim-u, lekin ostonasi juda baland ekan, ichkariga o'tolmay turuvdim. Bu oddiygina gapda shunday kuch borki, general Azimovning yuzi gazabdan qip-qizarib ketdi. U vahshiy hayqiriq bilan orqasiga o'girilib, brigada komandirini qidirdi. Polkovnik Qosimov. Bu yoqqa kel. Komandir, polkovnik Qosimov. Bu qanaqasi bo'ldi? Oysha opani darvozada to'sishga kim jur'at etdi? Bu inson kim ekanliklarini bilmasmidinglar? Mayli, bilmasanglar ham, vatan uchun jonini fido qilgan keksa bir onaxonni shunday xorlash, Lochin brigadasining tartibimi? Askarlaringga qanaqa tarbiya berasan o'zi? Kechiring. Kechiring, o'rtoq general-mayor. Polkovnik Qosimov yerga qapishgudek bo'lib uzr so'radi. General Azimov unga qaramay muzlab qolgan Ganiyev va Ortikovga vahshiy nigoh bilan tikildi. Hoy sen ikking, bu yoqqa. Ikki askar qaltiroq bosgan holda generalning oldiga keldi. Unvoning, familiyang? Maxsus brigada serjanti Ganiyev. Oddiy askar Ortikov. Sizlar Oysha opaga qanday haqorat va behurmatlik qilganingizni o'z og'zingizdan eshitmasam ham, menga hammasi yetib keldi. Mudofaa vazirining o'zlari gazabda. Sizlar nafaqat askarlik sharafini, balki insoniylik burchini ham yerga urdinglar. General Azimov yonida turgan harbiy politsiya boshlig'iga ishora qildi. Darhol bu ikkalasining pogonlarini yulib olinglar va harbiy prokuraturaga jo'natinglar. Bugundan boshlab bular O'zbekistonning sharafli askari emas. Harbiy qism sha'niga dog' tushirganlik, faxriyni haqorat qilganlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik. Qo'llash mumkin bo'lgan barcha moddalar bilan eng og'ir jazoga tortilsin. Sharaf bilan. Harbiy politsiyachilar yugurib kelib, Ganiyev va Ortikovning qo'llarini qayirib ushlashdi. Shu payt Ganiyevning ko'zi Oysha buvining qo'lidagi osh solingan tugunga tushdi. O'zi ustiga pul otib haqorat qilgan o'sha tugun. U endi hammasi tugaganini, ortga yo'l yo'qligini tushunib, chinqirgancha tiz cho'kdi. Buvi, kechiring. Olimga loyiq gunoh qildim. Bir marta kechiring, iltimos.
Ortiqov ham ko'zlaridan duv-duv yosh oqizib yalinardi. Lekin Oysha buvining nigohi o'zgarmadi. U ularni kechirish haqida o'ylamasdi ham. Ular shunchaki uning shaxsiyatiga tegishmagandi. Ular askar kiyimi timsoli bo'lgan fidoyilik va shon-sharafni, Oysha buvi butun umrini bagishlagan armiyaning ruhini haqorat qilishgandi. Olib ketinglar. General Azimovning sovuq buyrug'i bilan harbiy politsiyachilar faryod qilayotgan ikki sobiq askarni sudrab olib ketishdi. Darvoza oldi bir zumda tozalangach, general yana Oysha buviga yuzlanib ta'zim qildi. Opa, sizni bunday noxush holatga solganimiz uchun ming bor uzr. Osqol ostidagilarga to'g'ri tarbiya bera olmaganim uchun eng katta ayb menda. Marhamat, ichkariga kiring. Qo'yaver. Undan ko'ra, nabiram, askar Rustam qayerda? Avval o'sha bolani ko'rishim kerak. Shundagina Oysha buvining ovozida xavotir va mehr sezildi. Ganiyev aytgan "latta onasining bolasi" degan so'zlar uning yuragiga tikan bo'lib qadalib turgandi. Askar Rustam deysizmi? Polkovnik Qosimov. Hozirning o'zida askar Rustamning qayerdaligini aniqlab, bu yerga olib keling. Komandirning buyrug'i bilan butun brigada Rustamni qidirishga tushdi. Ammo u na yotoqxonada, na o'quv maydonida edi. Vahimali sukunat cho'kkan bir paytda bir askar qaltiroq ovozda xabar berdi. Askar Rustam. Ehtimol. Eski kazarma orqasidagi omborxonada bo'lsa kerak. 3-batalyonning detlari o'sha yerda. Omborxona. Omborxonada nima qiladi? Odatda. Rustam xato qilsa yoki tarbiyasi buzuq deb hisoblashsa, detlar uni o'sha yerga olib kirib ketishardi. Bu gapni eshitgan Oysha buvining yuzi qotib qoldi. General Azimovning yuzida esa qahrli ifoda paydo bo'ldi. U boshqa buyruq berib o'tirmadi. O'zi oldinga yurdi. Kamper, general va o'nlab ofitserlar askar ko'rsatgan eski, xaroba omborxona tomon yugurishdi. Ombor eshigi ochilganda ichkarida dahshatli manzara namoyon bo'ldi. Hoy, Rustam, o'zingga kel. Buving kelarmish. Kuldirmagine, senga o'xshagan lattani deb kim bu tashlandiq joyga keladi? 3 nafar katta xizmatdagi askar Rustamni orab olib, haqoratlab, do'pposlashayotgan edi. Rustamning lablari yorilgan, yuzi ishib ketgan. U shunchaki gunohkordek boshini egib, barcha zarbalarga chidab turardi. Biz senga o'xshagan onasining bolasini erkak qilib qo'yamiz. Rahmat deyishing kerak, aksincha. Katta askarlardan biri Rustamning yoqasidan ushlab silkitayotgan paytda. Bu nima qiliq? General Azimovning momaqaldiroqdek hayqirigi omborni larzaga keltirdi. Katta askarlar cho'chib tushib orqaga o'girilishdi. Va ularning ko'ziga o'nlab zobitlar qurshovida, markazda turib ularga nafrat bilan tikilib turgan, hozirgina o'zlari masxara qilgan Rustamning buvisi ko'rindi. 3 askar nafas olishni ham unutib, joyida qotib qoldi. Rustam beixtiyor boshini ko'tardi va o'sha yerda turgan buvisini ko'rdi. Buvi. U ko'zlariga ishonmasdi. Doim kichkina va mort ko'ringan buvisi. Qanday qilib u bu yerda? Yana. General-mayor bilan birga. Rustamjon. Bolam. Oysha buvining ko'zidan qaynoq yoshlar oqib tushdi. Nabirasini chaqirgan ovozi ayanchli chiqdi. 6 oydan so'ng ko'rgan nabirasining ahvoli sharafli askarniki emas, zo'ravonlikdan ezilgan bechora bir bolanikiga o'xshardi. Kampir gandiraklab nabirasining oldiga bordi va uning shishgan yuzlarini siladi. Endi hammasi yaxshi, bolam. Hammasi yaxshi. Buving kech keldi, jon bolam. Kechir meni. Kechir. Rustam endigina o'zini bosib turgan alamini jilovlay olmadi. U buvisining quchogiga o'zini otib, yosh boladek ho'ngrab yiglab yubordi. Bu manzarani kuzatib turgan general Azimov va barcha ofitserlarning yuragi ezilib ketdi. General Azimov tishlarini gijirlatdi. Anavi maxluqlarni olib chiqing. Bular askar emas, jinoyatchilar. Rustamni urganlar, bu ishni bilib turib indamaganlar. Butun vзвод, rota, batalyon. Hammasini tekshiringlar. Shu chirigan odatning ildizini qo'porib tashlayman. Sharaf bilan. Harbiy politsiyachilar bostirib kirib, aybdorlarni sudrab olib chiqib ketishdi. Ombor ichi faqat buvi va nabiraning yigisiga to'ldi.
Shundagina hamma voqeani kuzatib turgan brigada komandiri polkovnik Qosimov ehtiyotkorlik bilan general Azimovga yaqinlashib so'radi. O'rtoq general-mayor. Bu onaxon. O'zi kimlar? Mudofaa vaziri shaxsan o'zlari. General Azimov ombordan tashqariga chiqib sigaret oldi. U Termizning gamgin osmoniga qarab, past ovozda gap boshladi. Sen Afg'on urushdagi Mayoqr operatsiyasi haqida eshitganmisan? Yo'q, o'rtoq general. Urushning eng qizgin pallasida bizning qo'shinlar Panjshir darasida qurshovda qolish arafasida bo'ladi. Dushman aloqa tizimini ishdan chiqaradi. O'sha paytda eng baland, dushman o'qi yetadigan nuqtaga chiqib, aloqani tiklash uchun bir guruh aloqachilar yuboriladi. Ular maxsus topshiriqni bajarishi kerak edi. Boshqa bo'linmalarga yo'l ko'rsatuvchi mayoq bo'lishi kerak edi. General sigaret tutunini uzoqqa pufladi. O'sha guruhdagi yagona ayol, yagona omon qolgan inson mana shu kishi. O'z yelkasida yarador askarni olib, oq yomg'iri ostida to'p choqqisiga chiqqan va aloqani tiklagan. O'sha paytda uning bergan koordinatalari tufayli butun bir batalyon qutulib qolgan. Uning o'sha paytdagi unvoni kichik serjant edi. Polkovnik Qosimov boshqa hech narsa deya olmadi. Tirik tarixni, millat qahramonini tanimay, darvozada xorlagan o'z bo'linmasidan nafratlanib ketdi. Oysha buvi. U shunchaki bir urush faxriysi emasdi. U O'zbekiston armiyasi taqdirini o'zgartirgan o'sha mayoqning o'zi edi. Sovuq betonli omborxona ichida dunyoning barcha shovqini tindi, go'yo faqat buvi va nabira qolgandek edi. Rustam buvisi uzatgan, allaqachon sovib, qotib qolgan oshni non bilan shoshib og'ziga sola boshladi. Qaynoq ko'z yoshlari tomib, lagandagi oshga aralashib ketardi. 6 oylik alam, qo'rquv va yolg'izlik sovib qolgan bir lagan oshga qo'shilib erib ketayotgandek edi. Sekinroq ye, bolam. Sekinroq tiqilasan. Oysha buvi nabirasining yelkasini tinmay silarkan, hech narsa bilan to'ldirib bo'lmas qayg'usini ichiga yutdi. Rustam ovqatni yutishga qiynalib, oxiri chidab yurgan gaplarni qiyinchilik bilan aytdi. Buvi, kechiring. Telefon qilmoqchi edim. Lekin ular. Agar sizga telefon qilsam, sizgacha borib, sizga ham zarar yetkazamiz, deyishdi. Shuning uchun. Qo'rqdim. Kechiring. Lar Rustamning kamgap va soddadilligidan foydalanib, uni qiynashni boshlashgandi. Avvaliga oddiy jismoniy jazo bilan boshlangan bo'lsa, keyinchalik ularning zo'ravonligi kundan kunga kuchayib bordi. Rustam yagona yaqini bo'lgan buvisi haqida gap ochganida, ular buni uning zaif nuqtasi deb bilib, yanada qattiqroq zulm o'tkazishdi. Agar sen latta bo'lsang, buvingni sokamiz. Agar uyingga yiglab telefon qilsang, o'zimiz buvingni topib borib, xizmatini osonlashtirib qo'yamiz, deya doqpopsa qilishardi. Rustam buvisiga zarracha zarar yetishidan qo'rqib, barcha azoblarni bir og'iz ichiga yutishga qaror qilgandi. Buvi hech narsa demay, nabirasining boshini bagriga bosdi. Ajin bosgan qo'llari titrardi. Bu kichkina bola, bu mushtdek yurak o'ziga qanchalik katta yukni ortib olgani. Hech qisi yo'q, hammasi o'tdi. Bu sening aybing emas, Rustamjon. Hech narsa sening aybing emas. Hammasi mana shu buvingning aybi. Vaqtliroq kelib xabar olmaganim uchun hammasi. Ancha vaqt bir-birini quchib yiglagan ikki insonga general-mayor Azimov ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdi. U yelkasidagi kiyimini yechib, Rustamning yelkasiga yopdi. Ombor tashqarisida esa butun brigada ostin-ustun bo'lib ketgandi. Rustam xizmat qilayotgan rotaning komandiri, vзвод boshligi va batalyon komandiri hammasi vazifasidan chetlatilgan. Harbiy prokuratura tergovchilari esa yotoqxonani yopib, barcha askarlarni birma-bir so'roq qilishni boshlagandi. Bu shunchaki bir necha ning ishi emasdi. Bu kasallik butun bo'linmaga rak hujayrasi kabi tarqalib ketgani oydinlashayotgan edi. Opa, Rustam bugundan boshlab mening shaxsiy buyrugim bilan qisqa muddatli ta'tilga chiqadi. Darhol gospitalga yotqizib, to'liq tibbiy ko'rikdan va psixologik yordamdan o'tkazamiz. Jismi va ruhi to'liq tiklanmaguncha harbiy qismga qaytarilmaydi. General Azimov chuqur hurmat bilan gapirdi. Va bu voqeaga aloqador barcha shaxslar unvoni va lavozimidan qat'i nazar qonun doirasidagi eng og'ir jazoga tortiladi. Bunga armiya sha'ni bilan qasamyod qilaman. Oysha buvi ko'z yoshlarini artib o'rnidan turdi va general Azimovga tik qaradi. Uning nigohi endi qayg'uga botgan buviniki emasdi.
U tarix guvohi, boshqa bir haqiqatni o'zida saqlayotgan insonning chuqur va kuchli nigohi edi. General, rahmat sizga. Lekin mening bu olis Termizga kelishimning sababi faqat nabiramni ko'rish emasdi. Nima deysiz, opa? Bu qo'ynidan osh solingan tugundan ham chuqurroqda asrab kelgan boshqa bir narsani oldi. U qalin qog'ozga oralgan va necha o'n yilliklar sinovidan o'tgan sargayib ketgan bir xat edi. Mening bir akam bo'lardi. Mendan 5 yosh katta Akmal. Kapitan Akmal. General Azimov va atrofdagilar nafasini ichiga yutdi. Men bilan birga armiyaga kelgan, men bilan birga jang qilgan akam edi. Afg'onistonda, Panjsherda u mening orqamdan turib, meni oqlardan himoya qilgan. Bir safar portlagan mina parchasidan meni tosib, o'zi yaralangan. Urush tugagach men uyga qaytdim, ammo akam armiyada qoldi. Shu vatanni himoya qilish o'zining taqdiri ekanligini aytardi. Va u ham mana shu Lochin brigadasiga xizmatga yuborilgandi. Buvining ovozi titrab ketdi. Keyin bir kuni 1988 yilning qishida qismdan qora xat keldi. Tungi qoriqlash paytida adashib jarlikdan qulagan emish. Jasadini topa olishmabdi, bedarak yo'qolgan deb hisoblashibdi. Bu baxtsiz hodisa deyishdi. Men ishonmadim. Mening akam bu tog'larni 5 barmog'idek bilardi. Bolaligidan tog'da osgan odam adashib jarlikdan qulaydi degan gapga hech ishonmadim. Va olimidan bir necha kun oldin u menga yuborgan so'nggi maktub mana shu. Bu 40 yillik xatni general Azimovga uzatdi. General ehtiyotkorlik bilan uvalanib ketgudek bo'lgan xatni ochdi. Sevimli singlim Oysha, yaxshi yuribsanmi? Bu yerdagi qish juda sovuq ekan. Bu xatni olganingda hayron bo'lma, yaxshilab o'qigin. Bir necha kun oldin bizning postimiz yaqinida chegarani buzib o'tgan qurollangan karvonni ko'rdik. Ular oddiy odamlar emasdi. Ular xorijiy harbiy kiyimdagi odamlar edi. Yuqoriga xabar berdim, ammo negadir hamma bu ishni bosti qilishga harakat qilyapti. Tinchlikni buzishni istamayotgan kattalarning ishi bo'lsa kerak. Lekin men askarman. Ko'z o'ngimdagi xiyonatga jim qarab turolmayman. Bir necha kundan so'ng ishonchli o'rtoqlarim bilan o'zimiz mustaqil ravishda razvedkaga chiqmoqchimiz. Agar men bilan biror narsa sodir bo'lsa, bilginki, bu hech qachon baxtsiz hodisa bo'lmaydi. Buni faqat sen bilishingni istayman. Omon bo'l, singlim. Akang sen bilan doim faxrlangan. Xatning mazmuni hayratlanarli edi. Rasmiy harbiy hujjatlarda mavjud bo'lmagan dushmanlarning maxfiy hujumi va to'qnashuvi ehtimolini ko'rsatardi. Kapitan Akmalning o'limi oddiy baxtsiz hodisa emas, balki vatanni himoya qilib, qahramonlarcha halok bo'lgan bo'lishi mumkinligining aniq isboti edi. Ammo o'sha paytdagi beqaror siyosiy vaziyatda bu voqea ataylab yashirilgan va kichraytirilgan bo'lishi ehtimoli yuqori edi. Bu xatni olib Mudofaa vazirligiga qancha yozdim, qancha yugurdim, ammo hech kim mening gapimga quloq solmadi. Yosh bir ayol akasining o'limidan aqldan ozib, bo'lmagur gaplarni gapiryapti, deyishdi. Bir oddiy odamning ovozi shunday bostirildi va mening akam 40 yildan beri baxtsiz hodisa qurboni degan tuhmat ostida bepoyon osmonda sarson kezib yuribdi. Oysha buvining ko'zidan yana armon yoshlari oqdi. General, qo'lingdagi barcha kuchni ishga sol. Mening akam, kapitan Akmalning so'nggi kunini topib ber. U baxtsiz hodisa qurboni emas, shu vatanni himoya qilib jon bergan sharafli askar bo'lganini armiya nomidan, davlat nomidan isbotlab ber. Bu mening butun umrlik armonim. General Azimov xatni ushlagan qo'llari titrab ketdi. Bu shunchaki bir insonning adolatini tiklash masalasi emasdi. Bu armiyaning yashirin tarixini tiklash, nomsiz olib ketgan qahramonning sha'nini qaytarishdek muqaddas bir vazifa edi. U xatni ehtiyotkorlik bilan taxlab, ko'krak cho'ntagiga soldi va Oysha buvining oldida bir tizzasiga cho'kdi. Opa, men nodonlik qilibman. Sizning bu chuqur dardingizni tushunmabman. Sizga va'da beraman. Mudofaa vazirligi Tarix instituti, tergov boshqarmasi va hatto maxsus kuchlarning barcha iste'fodagi faxriylarini, qo'limizdan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solib, 40 yil oldingi haqiqatni albatta yuzaga chiqaramiz. Akangiz, kapitan Akmalning yo'qolgan sha'nini men o'z jonimni tikib bo'lsa ham qaytaraman.
Shu lahzada buvisining quchogida o'tirgan askar Rustam boshini ko'tardi. U o'zi hech qachon ko'rmagan katta bobosining, buyuk askar bo'lgan ota-bobosining hikoyasini eshitib, hayrat va qalbida qaynoq bir tuyg'u josh urganini his qildi. O'zi duch kelgan adolatsizlik va og'riqdan ham kuchliroq, qonida oqayotgan buyuk tarixning yukini his qila boshladi. Oysha buvining tashrifi endi nabirasini qutqarish va adolatsizlikni fosh qilishdan ham oshib, 40 yil davomida muhrlab qo'yilgan tarixning Pandora qutisini ochishga sabab bo'ldi. Termizning eski bir omborxonasidan boshlangan kichik bir to'lqin, endi butun O'zbekiston Mudofaa vazirligini larzaga soladigan ulkan bo'ronga aylanib borardi. Oysha buvining iltimosi oddiy bir murojaat emasdi. Bu O'zbekiston qurolli kuchlarining o'z tarixini qayta ko'rib chiqishi kerakligi haqidagi afsonaviy faxriyning qat'iy bir amri edi. O'sha kundan boshlab Mudofaa vazirligi va maxsus operatsiyalar qo'mondonligi misli ko'rilmagan darajada katta kapitan Akmal haqiqatini aniqlash maxsus komissiyasini tuzdi. Komissiyaga maxsus operatsiyalar qo'mondoni general-mayor Azimovning o'zi raislik qildi. Mudofaa vazirligi Tarix instituti, tergov boshqarmasi, harbiy tibbiy ekspertiza markazi va harbiy kontrrazvedka boshqarmasining eng malakali mutaxassislari jalb qilingan. Bu butun armiya sharafi tikilgan loyiha edi. Tergov 3 ta asosiy yo'nalishda olib borildi. Birinchisi arxiv hujjatlarini qayta o'rganish edi. Harbiy tarix institutining arxivlarida o'nlab yillar davomida chang bosib yotgan 1980 yillarga oid papkalar ochildi. Tadqiqotchilar o'sha yillardagi Lochin brigadasining barcha jangovar jurnallarini, vaziyat hisobotlarini, shaxsiy tarkibga oid buyruqlarni birma-bir titkilab chiqdilar. Ammo kutilganidek kapitan Akmalning o'limi haqida tungi navbatchilik paytida jarlikdan qulagan degan bir qator quruq ma'lumotdan boshqa hech narsa yo'q edi. Go'yo ulkan bir qol ataylab barcha izlarni o'chirib tashlagandek edi. Ikkinchisi guvohlarni topish edi. Komissiya o'sha paytda kapitan Akmal bilan birga Termizda xizmat qilgan, hozirda hayot bo'lgan askarlarni izlashga tushdi. Ammo 40 yil juda uzoq vaqt edi. Ko'pchilik safdoshlari olamdan o'tgan yoki ular bilan aloqa uzilgandi. Uzoq izlanishlardan so'ng topilgan bir necha faxriy ham 90 yoshdan oshgan, o'sha voqealarni eslay olmas yoki bu haqda gapirishni mutlaqo istamasdi. Ularning sukuti ortida shunchaki xotira sustligi emas, balki chuqur bir qo'rquv yashiringanini komissiya sezib turardi. Uchinchisi voqea joyidan dalil topish edi. Eng tajribali mutaxassislardan iborat dala tadqiqot guruhi Termizga, Afg'oniston chegarasiga yaqin tog'larga jo'natildi. Ular kapitan Akmal qulagan deb aytilgan jarlik atrofini sinchkovlik bilan o'rganishni boshlashdi. Metallodetektorlar, yer ostini skaner qiluvchi georadarlar kabi eng zamonaviy uskunalar ishga solindi. Ammo kuchli shamollar va yomg'irlar 40 yil davomida jarlik qiyofasini o'zgartirib yuborgandi. Qidiruvlar natija bermadi, vaqt esa shafqatsizlarcha o'tib borardi. Voqea shundayligicha yopilib ketadigandek tuyulardi. Ta'til olib, gospitalda davolanayotgan Rustam har kuni buvisining yonida bo'lib, xabarlarni intizorlik bilan kutardi. Nabirasining shishgan yuzi vaqti o'tib tuzaldi, ammo buvisining yuragidagi 40 yillik tugun yechiladigan emasdi. Shunday kunlarning birida mo'jiza ro'y berdi. Guvohlarni izlash guruhi uzoq urinishlardan so'ng Farg'ona vodiysining chekka bir qishlogidagi qariyalar uyida yashayotgan Botir otani topishdi. Hozirda 85 yoshni qarshilagan Botir ota 40 yil avval kapitan Akmal bilan bir vзводda xizmat qilgan eng yosh askar edi. U komissiya vakillari kelganini eshitib, avvaliga men hech narsani bilmayman deb qo'l siltadi. Ammo tergovchi uzatgan kapitan Akmalning eski oq-qora suratini ko'rgan zahoti uning ko'zlari to'lqinlanib ketdi. Akmal aka. Botir otaning lablaridan 40 yil davomida faqat yuragida saqlab kelgan ism chiqdi. U uzoq vaqt unutgan, yo'q, unutishga harakat qilgan o'sha dahshatli tun haqiqatini titroq ovozda aytib bera boshladi. O'sha kecha biz Akmal akaning gapiga ishonib, chegaradan o'tgan dushman karvonini izlab, norasmiy razvedkaga chiqqandik. Hamma bizni qaytargan, lekin Akmal aka askarmiz, ko'rib bilib turib jim tursak, bu formani kiyishga haqqimiz yo'q degandilar. Biz 5 kishi edik. Birgina fonar yorug'ida tog'ning tor soqmogidan ketayotgan edik. O'shanda Botir ota xuddi kechagidek o'sha lahzani tasvirlab berdi. Qop-qorong'u zulmat ichidan o'nlab o'qlar otilib keldi. Bu puxta o'ylangan pistirma edi. Mujohidlarning maxsus guruhi hujum qilgandi. Bir zumda ikki o'rtog'imiz qonga belanib yiqildi.
Endigina 20 ga kirgan yosh askarlar qo'rquvdan qotib qolgan, hatto javob o'qini uzishga ham madori qolmagandi. O'shanda Akmal aka oldimizga chiqib baqirdilar: "Men ularni chalgitaman, sizlar esa tirik qolib, bu haqiqatni yetkazinglar." Akam bir ozi granatani olib dushmanlar tomonga yugurdi. Dahshatli otishma va portlash ovozlari eshitildi. Bir ozdan so'ng hamma narsa tinchib qoldi. Bu men akamni so'nggi ko'rishim edi. Kapitan Akmal o'z safdoshlarini qutqarish uchun o'zini olja qilib, qahramonlarcha halok bo'lgandi. Tirik qolgan 3 askar tong otguncha kutib, harbiy qismga qaytib, bo'lgan voqeani aytib berishadi. Ammo ularni maqtov emas, qahru gazab kutib turardi. O'sha paytdagi diviziya komandiri siyosiy janjaldan qo'rqib, voqeani yashirishga qaror qiladi. U yosh askarlarni agar bu haqda tashqariga bir ogiz so'z ochsa, harbiy sirni fosh qilganlikda ayblanib, otib tashlanishi bilan qo'rqitadi va kapitan Akmalning o'limi oddiy baxtsiz hodisa sifatida rasmiylashtiriladi. Botir ota va tirik qolgan askarlar o'sha kundan boshlab butun umr aybdorlik hissi va qo'rquv ostida sukut saqlab yashashgandi. Botir otaning guvohligi hal qiluvchi dalil bo'ldi. Uning ko'rsatmalari asosida dala tadqiqot guruhi qidiruv hududini qayta belgiladi. Va nihoyat, Botir ota aytgan to'qnashuv joyida, tuproq ostidan o'nlab yillar davomida yotgan ashyolar topildi. Qattiq zanglagan Kalashnikov avtomatining bir qismi va uning yonidan topilgan bir nechta patron gilzalari. Respublika sud-tibbiy ekspertiza markazining xulosasiga ko'ra, gilzalarning bir qismi o'sha paytda Sovet armiyasida bo'lmagan, xorijiy qurollarga tegishli ekani aniqlandi. Bu 40 yil avval, o'sha kechada, o'sha joyda shiddatli jang bo'lganining rad etib bo'lmas isboti edi. Barcha bolaklar o'z joyiga tushdi. Oysha buvining xati, Botir otaning guvohligi va voqea joyidan topilgan ashyoviy dalillar. Haqiqat yuzaga chiqdi. Bir necha hafta o'tgach, Mudofaa vazirligining katta majlislar zalida kapitan Akmalning sha'nini tiklash va uni davlat mukofotiga tavsiya etish bo'yicha komissiya yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Mudofaa vaziri, barcha qo'shin turlari qo'mondonlari va general-mayor Azimov ishtirok etdi. Qaror bir ovozdan qabul qilindi. Komissiya kapitan Akmalning o'limi sababini baxtsiz hodisa dan jangovar topshiriqni bajarish chog'ida halok bo'lgan deb o'zgartirishga va uni O'zbekiston Respublikasining eng oliy harbiy mukofoti Jasorat medali bilan taqdirlashga qaror qildi. Shuningdek, voqeani yashirgan o'sha paytdagi qo'mondonning xatosi harbiy tarixda rasman qayd etilishi va tirik qolgan guvoh Botir otaga ham davlat mukofoti berilishi belgilandi. Bahorning iliq quyoshi nur sochib turgan kunda Toshkentdagi Shon-sharaf yodgorlik majmuasida kapitan Akmalni xotirlash va uning mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda Mudofaa vaziri, armiya generallari va yuzlab askarlar ishtirok etib, qahramonga eng yuqori darajadagi harbiy ehtirom ko'rsatdilar. Chiroyli o'zbekona libos kiygan Oysha buvi marhumning yaqini sifatida minbarga chiqdi. Uning qolidan endi haqiqiy askarga aylangan, qaddi qomati tik, kichik serjant unvonini olgan Rustam mahkam ushlab turardi. Mudofaa vaziri general Qodirov shaxsan o'zi Oysha buviga yaqinlashib, 40 yildan so'ng o'z egasini topgan Jasorat medalini tantanali ravishda topshirdi. "Opa, juda kech qoldik. Davlat o'z qahramonini juda uzoq vaqt unutib qo'ydi. Chin dildan uzr so'rayman." General Qodirov Oysha buvining oldida chuqur ta'zim qildi. Buvi hech narsa demay medalni qabul qilib oldi va yodgorlikka o'girilib, jimgina ko'z yoshi to'kdi. 40 yil davomida yuragini ezib kelgan armon nihoyat eriyotgandek edi. Kichik serjant Rustam buvisining yelkasidan qucharkan, o'zi ham vatan osmoniga tikildi. Uning nigohi endi o'sha zaif va qo'rqoq yigitniki emasdi. Uning ko'zlari o'zining kimligidan, o'z ajdodlaridan cheksiz faxr va bu buyuk ruhni davom ettirishga bo'lgan qat'iyatga to'la edi. Shu bilan birga Rustamni qiynagan va armiya sha'niga dog tushirgan serjant Ganiyev va uning sheriklari harbiy tribunal hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilinib, intizomiy batalyonga jo'natilgani haqidagi xabar tarqaldi. Bir necha oydan so'ng Oysha buvi yana Termizga, Lochin brigadasiga keldi. Ammo bu safar u eski avtobusda emas, balki general-mayor Azimovning o'zi yuborgan xizmat mashinasida, brigada komandirining tantanali kutib olishi bilan harbiy qismga kirib keldi. Butun brigada askarlari saf tortib, unga harbiycha salom berishdi. Bu akasi 40 yil avval so'nggi nafasini olgan o'sha jarlik yoniga bordi. U yerda endi vatan qahramoni kapitan Akmal xotirasiga deb yozilgan kichik bir yodgorlik toshi o'rnatilgandi.
Buvi ozi bilan olib kelgan oq gullarni yodgorlik poyiga qo'yib, toshga oyilgan akasining ismini uzoq siladi. Uning yonida endi serjant unvonini olgan Rustam viqor bilan turardi. Zo'ravonlik va adolatsizlik qurboni bo'lgan yigit endi harbiy qismdagi eng namunali askarlardan biri va tirik afsonaning nabirasi sifatida katta hurmatga sazovor bo'lgandi. Buvi, endi akam ham tinch yotgandirlar, a? Ha, albatta, bolam. Uning jiyani va men uni shunday himoya qilib turganimizdan keyin u albatta tinch uxlaydi. Oysha buvi nabirasining qo'lini mahkam qisdi. Buvisining ajin bosgan qo'llari va armiyada toblangan nabirasining baquvvat qo'llari bir-biriga tutashdi. 40 yillik vaqtni yengib o'tib, buyuk askarning ruhi avloddan avlodga o'tayotgan edi. Termizning moviy osmonida qushlar tinch parvoz qilardi. To'plardan esayotgan shamol go'yo vatan uchun jonini fido qilgan barcha qahramonlar ruhiga atalgan marsedek ikki insonni ohista quchib turardi. Bir faxriyning 40 yillik sukutini buzishi bilan boshlangan hikoya, nihoyat, haqiqiy shon-sharafning tiklanishi va yangi davrning va'dasi bilan o'z yakuniga yetdi. Bugun biz 40 yillik og'ir yukni yelkasida ko'tarib yurgan bir insonning hikoyasiga guvoh bo'ldik. Nabirasiga bo'lgan mehr bilan boshlangan bir qadam, unutilgan qahramon tarixini tiklagan va takrorlanishi mumkin bo'lgan adolatsizlik zanjirini uzib tashlagan ulkan bir safarga aylandi. Bu hikoyaning so'ngida biz qalbimizga bir haqiqatni muhrlab qo'yishimiz mumkin. Haqiqat ba'zan vaqt to'lqinlariga dosh berolmay, chuqur umonlarga garq bo'ladi. Ammo u hech qachon chirib, yo'q bo'lib ketmaydi. Qachondir bir inson jasorat to'plab, o'sha umonga sho'ngisa, haqiqat albatta o'z nurini qayta topadi. Bugun biz yashayotgan zamonda ham qanchadan qancha haqiqatlar ko'zimizdan panada, sukut ichida yashiringan bo'lishi mumkin. Katta bir adolatsizlik oldida bir o'zim nima ham qila olardim degan ojizlik yoki aralashsam o'zimga ziyon yetadi degan qo'rquv tufayli biz ko'z yumayotgan qancha voqealar bor. Oysha bu bizga ko'rsatib berdi. Adolatga bo'lgan bir insonning mustahkam ishonchi va jasorati qanchalik katta aksado berishini, uxlab yotgan qancha vijdonlarni uyg'otib yuborishini. Balki bizga dunyoni o'zgartiradigan ulkan kuch kerak emasdir. Shunchaki yordamga muhtoj bo'lgan safdoshimizning qo'lidan tutadigan kichik bir mehr, noto'g'ri ishni noto'g'ri deya oladigan oddiy, ammo qat'iy bir ovoz kerakdir. Aynan shu jasorat bugun jamiyatimizni yoritadigan mayoq bo'la oladi. Siz ham o'z o'rningizda unutilgan haqiqatlarni eslab, kamsitilgan adolat uchun qo'l cho'zadigan jasoratli mayoqchi bo'lishingizni tilab, bugungi hikoyamizni yakunlaymiz. Bugungi hikoyamiz sizga qanday ta'sir qildi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar siz ham atrofingizdagi adolatsizlikka befarq bo'lmasangiz, bu videoni yaqinlaringiz bilan baham ko'ring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Rahmat.